Kirmasatsan texnikani joni litol bo'ladi. Joni shu. Har doim smasak tursa, texnika yaxshilaydi. Kirmasatsan yangimi, eskimi iloji boricha u chigachmi, spes texnikami joni litol. Saldor emas, iloji boricha litol shassalaringiz ko'proq yaxshi xizmat qiladi. Bu tegachimiz hali yangi, shunga endi birinchi marta smaska bo'lishi. Shoshmasdan ko'ramiz. Avialarni smasak turamiz. Ayamaymiz masalani. Litolning yaxshi tomoni issiqligi ham juda chidamli, juda yuqori. Katta temperaturada erib ketmaydi, oqib ketmaydi. Saldor erib ketadi ko'proq. Saldor ham yaxshi. Yaxshi tomoni bunda qovushqonlik ko'p, smaskani yaxshi qiladi. Ko'proq texnika uzoqroq xizmat qilishga yaxshi. Shunga men uchun litol birinchi o'rinda. Yaxshi bo'ldi, ha? Asosiy chang yig'ganda qotib qolmaydi. Aytgancha sovuqda ham qotib qolmaydi, shunisi yaxshi. Sovuqda ham yaxshi tomoni, litol yaxshi tomoni saldorga qaraganda qotib qolmaydi. Sovuqda ham issiqda erib ketmaydi. O'shunda texnika zo'roq xizmat qiladi. Charchamaylar, hammaga omad. Texnikalar tagidan shamol o'tib tursin, soqqani bosinglar, hammaga omad.